Bir kuni ayiq jangchilar ish izlab yurganmiz. Ayiq, medved. Ish yo'q, bekorchilik, qiynalib ketgan bir tashkilotga borsa, tashkilot rahbari aytdi, bizda ayiq lavozimiga mos ish yo'q, lekin quyonni lavozimi bor debdi. Ishlayveraman, quyon bo'lsam ham ishlayveraman, farqi yo'q debdi. Ha, bo'pti deb keyin quyon yo'q, quyonni o'rni bo'sh, o'rniga ayiqni ishga olibdi. Oradan vaqt o'tgandan keyin tekshiruvchilar kelib, tekshiruvchilar. Проверяющиlar. Ketdi-da, hujjatlarni ko'tarsa, hujjatda quyon turganmish, to'g'risida ayiq turganmish. Savol berdi. Quyon qani desa, quyon yo'q, o'rniga manman. Qanday qilib quyonni o'rniga ayiq turibdi deb savol beribdi tashkilotning boshlig'iga. Keyin tashkilotning boshlig'i tekshiruvchiga qanday qilib unda sherni o'rniga eshak keldi tekshirgani debdi. Hech kim o'zini ishini qilmaydi-da. Tekshiruvchi eshak ekan, sher kelmagan, quyon o'rniga ayiq ish qilibdi. Hamma birovni ishini qilib yurgan, asablar tarang. Ana bunga qarang. Yuragim, yuragim.